Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorvachi quvozlari, aka-ukalar. Akalar, bugun xudo xolisa qo'chqorda Arashan qo'chqorlardagiga, zot yo'nalishiga 3 dona qo'chqorimiz bor. Ularni rivojdan video obzor qilib beramiz. Akalar, hafta kuniga dushanba 9-mart. Hammalaringga xayrli bo'lsin kun. Xudo xolisa mana shu qo'chqorlarni zotga aytib qo'ydik. Chiroyli video obzor qilib beramiz. To'marroq aka. Qo'chqorimiz mana shu ham endi 4 taga chiqargan. Quloq 19. Bemalol o'lchab olaverasizlar. Bo'yi basti. Chista 1 metr chiqyapti. 1 metr plus-minus olishaveradi. Dumba razresi, yurish, turib, hamma yo'g'i o'ta go'zal. Urug'likka, zotga tavsiya qilaman. Qo'ydi qaranglar, qurishiga baho beraman. Dumba razreslarini ham ko'rsataylik. Mana akalar. Dumbalari ham o'ta kelishgan narsa. Yirik narsa, o'ta yirik. Живой vesi ham 130 kg. Xudo xolisa, mashina zotga tavsiya qilamiz. Bolasini olib yuraman deganlarga mana quloq 19. Zotga xotirjam olib boqishaveradi. Zo'r, zotga vohaga ham hamma yo'qqa yaraydi. Dumbalik bundan manga yana dumba katta o'tadi. Dumba hali bo'sh. Hali yosh akalar. Dumbani bo'sh mana. Dumba hali yana katta bo'ladi. Sog'liqqa qo'shib bemalol bolalarini olaveradigan qo'chqor. Buni narxini Samarqandgacha dastlabkilarni besplatni qilib beraman. Narxini 15 million so'm. Realni. Olaman degan akalarimizga xayrini qilib berasiz. Xayrini qilib beraman. O'zimizda obunachilarimiz bilishadi. Ozgina xayrini qilib beraman. Xudo xolisa qo'y hamma yo'qqa aytaveradigan qo'chqor. Mana akalar. Rosa bola olaman degan akalarimiz. Like qaziydigan bo'lsa bittadan like bosib jo'natib qo'yasizlar mana shunaqa qo'chqorlarni ishqibozga yurishni qaranglar. Bir oyda nuqsoni yo'q akalarimiz. Qo'li ham o'ta baquvvat, 130 kg vesi ko'tarib yurish ham oson emas. Mana qo'ydi qaranglar. O'ta lider qo'chqor, yirik. Yurish, turish hamma yog'i kelgan. Dumbalari ham o'ta cho'tki. Osilib ketadigan dumbalar. Kelib, ko'rib, xotirjamlik tekshirib olaverasiz. Kelib telefon qilib bemalol kelib ko'rishaveradi. Lokasiyadan tashlab beraman. Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'onda turibdi. Qo'y o'zimiz xonadonimizda. Bemalol telefon aloqa chiqaverasizlar. Narxi 15 million. Ozgina kelishadigan joyi bor. Mana akalar, o'tib ham berisharkan, telefon qilib oldilaridan holat hamma yo'q. To'shlarni qaranglar mana. Hamma yo'g'i kelishgan. Xudo xolisa bemalol telefon qilaverasiz. Keyingilarni xudo xolisa ko'rsatamiz. Mana akalar, ikkinchi partiyamizga bu ham shu zotga boqaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Garbanos ko'rsat. Burunlar, hamma yo'g'i cho'tka akalar. Chista Arashan bu ham. Quloq buniki ham 19. Mana quloq tashashlari. Shalpon quloq varianti. Ko'ringlar, garbanosda bitta. Mana. Garbanosga bitta baho beramiz. Qo'ydi o'zi buni ham go'zal hamma. Yoqsa bittadan like-ni bosib qo'yasizlar akalar. Mana bu ham dumbasi o'ta kelishgan ekan. Mana biroq osilgani yo'q ekan akalar. Buni dumbasi ham mana kichilib ketadigan dumbadan emas mana. Dumbalari zo'r. Xudo xolisa buni bo'yi 97-98 chiqib 95 ga olishaversin. Garbanos hamma yo'g'i zo'r. Mo qaranglar akalar. Bashara hamma yo'g'i cho'tki. Yurishini aka tomonga ko'rsatib. O'zlaring bittadan bahoni berib like-ni bosib turaverasizlar akalar. akalar. Quloq tashashini ko'ringlar, quloq tashashini mana qo'ydi qaranglar. Garbanos buni chini bitta ko'rsataylik. Buniki ham endi 4 taga chiqaryapti mana. Mana raza topda qo'ylar. 4 tush qo'ylar. Buni narxi mana. Narxini qanchaga berasiz? Bu ham Samarqandgacha ketaveradi. 11 million so'm. Realni narx 11 million so'm. Ozgina bunga ham telefon qilishsa-chadan xayrini qilib berasiz. Qilsa ozginadan xayrini qilib beraman. Xudo xolisa buni ham arziydigan narsa. Xudo xolisa akalar pulga arziydi qo'y. Xudo xolisa yana 15-20 kunda junini olib tashlab Sog'liqqa qo'shib yuborishaveradi. Qo'ydi sog'liqqa qo'shishdan oldin 15 kun 20 kun junini olib tashlab tejab, keyin bosib yuborishaveradi. Qo'y dalada yurgan, mana tikanlari ham turibdi mana. Dalada yurganda bu narsa. Ishlov berilmagan akalar. Qo'yga hech narsa qilinmagan. Prosta qo'yga kelib yemga o'rgatib qo'ydi. Yem yemagan ekan. 15-20 kun yemini baqib, buni xotirjam sog'liqqa qo'yib yuboraveradi junini olib tashlab. Oyoqlarini ham ko'rsatib qo'yib, oyoqlari ham baribir zo'rda. Oyoq qo'li uzun, qo'ydi o'zi ham uzun. Xudo xolisa suyagi baquvvat qo'ygan.
Mana zotga zo'r aytaveradigan qo'y ekan mana u. Basharlarni qarang. Garbanos birinchi o'rinda, hamma yo'g'i cho'tki. Garbanos qaranglar turishini cho'tki narsa. O'ta go'zal garbanosi. Buni ham 11 million so'm shu ozgina xayri bor. Uzunligini o'lchab ko'rmayapman, lekin bo'yini o'lchadim. Uzunligi ham 1 metr bor buni. 1 metr plyusda uzun ham. ekan aka. Bo'yi 97-98 ga 95 ga olishaveradi. Shu turish bo'lsa Mana olishaveradi. qo'yni ko'rib turibsizlar. Shu narxi 11 million so'm. Qizim qaloqqa chiqaverasizlar. Keyingisini olib chiqamiz hozir. Bundan ham zo'r keyingisi. 3-partiyamizga o'tamiz akalar. Yurishni qaranglar. Qaranglar. Biror joyda nuqsoni yo'q qo'ydi akalar. Mana shakatda mana salkam bo'yi baravar. Ikkalasi pashti bir xil mana ko'rib turibsizlar. 3-partiyamizga o'tdik akalar. Mana akalar 3-partiyamizga ham o'sha zotga degan akalamizga mana. Bunisi ham o'ta zo'r. Dumbalarni qaranglar. Juda kelishgan. Dumba razrez bunda ham hamma yo'g'i zo'r. Qaranglar qo'ydi. Basharalari ham hamma yo'q. Garbanos buniki ham zo'r. Bu qulog'i 18 buni. Qulog'i 18. Quloq 18. Turish holatiga mana shu qo'y 110 kilo oshiq. Живой vesiga. Oyoq qo'l uzun. Bo'yi qo'ydi o'zi ham uzun ekan. Bo'yi buniki ham shu 1 metr plus minusda 97-98 ga olishaveradi buning ham. Qaranglar, dumbaga razrezlar ko'rsatdi. Akalar qo'ydi bir yerida. Buni ham Nuqsoni yo'q Buni ham umuman nuqsoni yo'q. Yo'tali yo'q, umuman hech qayerda hech narsasi yo'q ekan. Sinovdan o'tdi, yeb ichishlari hamma yo'g'i sog'ligi joyida ekan. O'zlari ham ko'rib olaverasiz. Hammasi 4 kishi ekan. Hozir zotqa shu tayyorda olib qo'yaveradi ekan. Sirazi qo'shaveradigan tayyor qo'ylar. Buni qaranglar. Yurish hamma yo'g'i go'zal. Buni narxini qancha qilib berasiz? Buni narxi ham o'ta arzon bo'ladi, men qarang. Buni qo'ydi, ashingacha hamma yo'qqa qilib beramiz buni ham dastavkasini. Qo'y like yozingdan bo'lsa, bittadan like bosib ketsin. Xudo xolasa buni narxi 12 million so'm, realniy narx. 12 million so'm, buni ham shu Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. Dastavkasidan o'ylashmas. Ha, behijolat dastavkasini o'ylashmaydi. Telefon qilib berishadi, men xotirjam buni bo'yini o'lchab berib. Alohida o'zini ham video qilib beraverasiz. Yo'q, video qilib beraman. Qo'y buniki ham mana o'zi plashni boshlabdi. Buni bitta tashlashadi, tayyor qo'y. Buni olishdan keyin qo'y ichine chiqdi deyishmaydi. O'zi живой vetiga ham olib Mana. Bemalol telefon qilaverasiz. Akalar video yoqqan bo'lsa bittadan like bosinglar mana. Mana. Uchalarni ham ko'rib olaverasizlar akalar. Bir-biridan katta qo'ylar. Bir-biridan go'zal. Mana. Hammasi to'rt. Biratdan sosilmagan. Hammasi to'rt. Bir-biridan katta qo'ylar. Go'zal, bir-biridan chiroyli. Shu Oyoq qo'l uzun qo'ylar ekan. Narxi farqi bor xolos bu qo'ylarning. Sifati bilan narxi farqi bor. Olaman degan akalar ham xotirjam telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. 15 million, 12 million, 11 million. Ozginadan xayri bor. Telefon qilsa kerak. Yo'lida qilib beraman. Akalar hammasini olishni tavsiya qilaman. Xudo xolasa qo'ylarimiz birorta kamchilik yo'q ekan. Dumba razrez hamma yo'g'i kelishgan. Quloqlari ham shalpon quloqlardan kelgan akalar. Qo'ylarda xudo xolasa hamma yo'g'i shu yebishisiga sinadik. Qo'ylar bemalol qo'ylar qochirib bolalarni olib yana sotib yuborishsa ham ziyon qilmaydigan qo'ylar. Buni ham 3-4 kun sinab olishaveradi, hozirmaga. Telefon qilib qachqo'rib. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qolsizlar akalar. Bundan zo'rlari hali oldinda chiqaveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.